Bugünkü üründüğümüz epoçallık küşlüklerinin xislatıydı. Yani epo kılıç degan küşlük adamın koldan ketgan işte bu. Bu oңай emas. Yani şahsiyeti küşlük, imanı küşlük, takvalığı küşlük, iradesi küşlük. Bunda küşlük adam kılalaydı epo kılıç deganni. Çünkü bu epi qilmoq oңай emas. Adamning ko'nglini bekim og'ritgan ekan, ko'nglarini bearam qilgan ekan, sana ziyon solgan ekan, uni oңaylik bilan o'chirgisi kelmaydi adamning. Oңaylik bilan o'chiranmaydi, o'chiraydisimi pes o'chirdi. Lekin shuningga kuchlik bo'lsang o'chiralaysan. Shu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelishda yengib olgan adam kuchlik emas, achchiqini besib olgan adam kuchlik deganda bu nadibak hikmatlik bir hadisda bu. Chelishda yengib olgan qanday bir ishda birisi yengib olgan adamni kuchlik demaymiz biz. Shu achchiqini yengigan adamni kuchlik deymiz deydi. Endi insonlarning turli qo'zg'atqichlarga taqobil turish darajasi o'xshash bo'lmaydi. Turli qo'zg'atqichlar bo'lsa adamni qo'zg'atib turadi. Shayton qo'zg'atadi, nafsimiz qo'zg'atadi. Sen jim turamsan, shunga ashda qilsa ma'qul demsan sen. Deydi masalan. Endi ba'zilar oddiy ishlar uchunmi nodonlik qilib qo'ydi. Küçükini bir yol talışıp kaldı. Küçük gap qilmay ketib qolsa bo'ldi. Ashundan to'xtab urishdi, shuni bizga pichoq tiqdi. Anday ishlar bo'ldi. Biz yo'lda ko'ryapmiz ya. 5 sekund gap qilmay o'tib kelsa gap tugaydi. Ba'zanlar shu küçükkina bir ish uchun nodonlik qilib qo'ydi. Ba'zilar bo'lsa o'zining o'tkir tafakkuri va isl axloqi bilan o'zini tutib olishni biladi va turli qiyinchiliklar ustida g'alaba qildi. Mayli kechiryotay deydi. Kechiryotdi, ish tugadi shuni bilan. Adam kamalat yetken sire, adam yani ulgunlaşkan sire değil mi? Türkçe ulgunlaştı ya. Adam kamalat yetken sire köngli köksü kang bulduken, köngli köksü kang bulduken adamdan ki epucan buldu, kişilerin özürisini kabul kıldı. Bunda olap kaptı, tamam şunda okşaydı deydi. Hatta biz özüre yetip gelse bizge hatalaşıp kalıp. İşenmesek mi biz onunla şunda oluşu mümkün. Tamam şunda da işimiz gerekendir. Hatalıklarını keçirdi kişilerin. Tentekten biri onunla azar bergil tutsa, tentek akılsız birisi azar kılgı tutsa, xuddi yolda oynavatkan sebi ballarının yüzüge taş atqını qaragan paylasopga o'xshash igiz cho'qini pastga qaraydi. Masalan, bir hikmatli bir adam ketib qolgan bo'lsa, kichik bola uni tash atqil tursa, shu adam hamda yo'g'on bir adam kichik bolalar tang olamda, tang olsa haqma zangli qiladi bu. O aql yo'q kim odam. Bu bola kulib qolib o'tib ketish kerak andaqlik. Kulib qolib. Shu aqlsizlarmi shuningga o'xshash, kichik bolaga o'xshaydi. Aning qimmatini bilmaydi, tash atadi, o'qiladi, bo'qiladi. Gap qilmay o'tib kelsa ishim bo'lmaydi buningga. Ko'ngilning keyniga kirgan chaqda g'azab ba'zilarni sarang bo'lish darajasiga olib bordi. G'azab degan oyunda qo'y saranglik darajasiga erib oldi. Sarang bo'ldi adam shu chaqda. Shunga o'zining xudini bilmay naydi ig'ir so'zlarni chiqaryotdi ig'izdan. Qo'lda tapancha olsa atadi, pichoq olsa tiqyotdi, ashunda chaqda chamdi. Chunki hushini yig'olmay qolgan vaqtida hatto o'zlarini qon to'kmagicha aqlanmaydigan darajada haqoratga uchraganligini his qilishdek ig'ir ahvolga tushdi. Men qon to'kmasam bu ish bo'lmaydi deydigan yerga kelib qoladi. Ama o ahlaki faziletlerinin qorğanları içinde özünü muhafazat qilsa, bunchalik ig'ir holga kelmaydi. Achchig'i kasbini to'xtatdi deb aqlni ish qilsa deb axloq faziletini qo'rg'onning ichida ish qilsa, o darajaga yetmaydi. Boshqalarni kechira oladigan inson rostla kuchli va irodali inson. Payg'ambar alayhissalom bu ma'noni bayon qilib, chelishda yengen kuchlik emas, balki achchiqni yengen, o'zini tutib olgan kuchlik deganda hamda kechirish va afu qilish ko'nglimizni rahatlandırdı. Çünkü biz üstümüzdeki bir tağını evatımızda ko'nglimizni rahatlandırıp, ko'nglimizde kalbimizde turgan narsani chiqarib o'tib, ko'nglimizga bir xo'shallikni beg'ishlaymiz o chaqda. Ko'ngilni rahatlandırgan bizni bir aramlıktan ve elemden azap qilgan bir xislat bu. Boshqalarni kechirgan odam ko'ngilda saqlab kelgan achchiqdan xalos bo'ldi, g'azab nafratdan ozod bo'ldi. Kechirish orqali tarlıqdan kenglikka, adam tarlıqdan bir kenglikka, azapdan rahatga chiqqan bo'ldi. Chunki biz boshqalarni api qilgan vaqtimizda oldi bilan o'zimiz uchun qo'rqinchning o'rniga sevgini, adovatning o'rniga keng qo'rsaqlikni tanlagan bo'lamiz. Adovat qilishning o'rniga keng qo'rsaqlikni tanlagan bo'lamiz. Bu bizning ma'naviy va jismoniy saqligimiz uchun albatta foydali.
Agar biz kechirmaganda o'zimizni nafrat ichiga mahbus qilib olgan bo'lamiz. Chunki apu qilmaslikni qaror qilish deganlik o'zimizni azoblashni davomlashtirish deganlik hamda. Apu qilsang unutib ketding. Ammo apu qilmasang ko'ngling shunda hay mushta qildi ama, anda qildi. Qanday intiqom olsam bular buni. Qanday adabini versam bular. Kallang shuni o'li qoldi. Qildigan nurg'un muhim ishlaring qilib qoldi. Behuda ish hamda bu, behuda hamda. Kechirish o'tmishning dard alamlarini dilimizdan o'chirib tashlaganlik. Dard alamlarini o'chirib tashlaganlik. O'zimiz tanlab olgan g'azab nafratning kishanlaridan o'zimizni azod qilganlik. Azod, hurlikka chiqqanlik va ko'ngil xushalligimizni qaytirib kelganlik bo'ldi. Aziyatga uchragan kishilar ko'p hollarda o'chini ololmaganlik uchun qattiq bir aromlikqa, g'azab nafratga va psixika jihatdan ig'ir qalaymaqonchilikqa mubtalo bo'ldi. Agar ular o'ziga yomonlik qilganlarni kechirib o'tganda tog'dak ig'ir bir yukdan xalos bo'lgandek rohatlanib qoldi. Tan saqligini saqlab qoldi. Kechirishning foydasi eng avval o'zimizga bo'ldi, chunki biz kechirish orqali ruhimizning sofligini, ko'nglimizning aromini qaytirib kelgan bo'lamiz hamda. Endi bu yerda bir qissa var, İslam qissasi. Bilalni Abu Zar radhiyallohu anhu, Bilal radhiyallohu anhu qartallik bo'lganiga bir gap talashib qilib, uni qari xotinning barasi deb deydi. Bu nat bek haqoratlaganlik endi masalan bu yerda bir irqiy bir ayrimchilik qilganlik bir so'zda mali aqtallik, qartallik, qari xotinning balasi degandan ona bek xapolab ketdi Bilal radhiyallohu anhu. Bundan keyin kelib shu Rasulullohga yetdi bu gap. Yetgandan Rasululloh bek achchiqlab ketdi, xapolab chiroyi o'zgardi Rasulullohning. Shu chaqda bu Abu Zar radhiyallohu anhuga senda jahiliyatninki kirlari baz, jahiliyatning qoldiqdan qutulanmagan odam ekansan dedi. Chunki jahiliyatda burun islom burungi zamonlarda ayir etdi shundamanda qartallik, aqtallik deb ayir etdi. Bay kambag'al deb ayrı shunday muomala qiladi. Yani islom kelgandan keyin aqtallik olsun, qartallik olsun hammasi qarindosh qildi. Qarindoshning farqi yo'q hamdi. Hatto uni ayrishga qat'iy bo'lmaydi hamdi. Shu Rasululloh shunda achchiqlaganda Abu Zar radhiyallohu anhu berib, shu Bilal radhiyallohu anhuning qishqi berib, yuzini to'pig'i munda qo'yib, bu yuzimga dastimigacha sen men onam turmayman. Kechirgin meni deb kelganligim, men Allohga sajda qilgan bir yuzga dastmayman deb ondan to'g'izib quchoqlashib ko'rishdi. Shunda bir api qildim. Mushalik bir api qilish endi Bilal radhiyallohu anhuning shu api qilishi ta qiyomatgacha bizga bir o'lgu bo'lib qoladi. Ta qiyomatga bizning avlodlarimiz mushu qissani so'zlaydi. Mashhur bu qissa endi bu kechirish degan ashunda ulug' ishdandir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qilgan vaqtida, Makkani azod qilganda bu Makkada nurg'un adam musulmon bo'lganda, nurg'un musulmon bo'lmagan chog'da. Shuning bilan shu urush jinoyatchilari bo'lardi. Rasululloh shunda askil qilgan, sahobalarga askil qilgan, hatto sahobalarning shu o'ylarini tatib olgan, Bilal radhiyallohu anhuni masalan boshqalarning ayda issiqda shu toshga bosib qolib qiynalgan, shunday ishlar bo'lgan masalan. Sumayya radhiyallohu anhani o'ldirib etgan masalan. Shularning hammasini Rasululloh Makka azod bo'lgan kuni kechirib etdi. Kechirib etmay har biridan intiqom oldi. Shu kechirib etishning sababidan bu arablar shunda bir qoyil bo'ldiki, oqoqadan islomga kirdi. İza jaa nasrullahi vel fethu ve ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afvaja degan oyat sura shu shunda. İnsanlar şu insan İslam top kirdi deb shunda bishorat berilik. Shu chaqda shunda kirilgandi. Buningki ajda tez musulmon bo'lib ketishning sabablaridan birisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning apichanligi, islomning shunda haliqi api qildigan kechirimchanlik endi. Endi bu yerda bunda binasini bilib olish kerak. Api qildigan ishlar bor, kechirmaydigan ishlar bor. Masalan, Allah Taala'nın hak hukuk iki türlük şundan burun mu dedik, İslam'da saklananlar. Hak hukuk iki türlük. Biri Allah Taala'nın kılma degen emir fermanlarına xilaflık kılsak bu günah oldu. Şundan mı? Allah namaz okun dedi, namaz okumadık. Harak içmang dedi, yalğanı etmang dedi, biz yalğanı ettik. Anda olsa xilaflık kılgan bulduk şundan mı? Allah'ın emri xilaflık kılgan bulduk. Bizim günah bu günah. Bunu Arapçada zen dedi, zunub. Ama mavu bendilerinin hakkıga
birisinin abroyunu düşürdü, birisinin hakkını yavaldı, birisininki sodasını buzdu, birisininki yani abroyunu düşürdü, işte bizga eskilik qildi. Bendeki eskilik qildi. Mana seyyiat deymiz. Ma seyyiat av zunub. Endi Allah Taala zunub degani gunohlarni Allah Taala o'zininki haq huquqiga qarshi sodir qilgan gunohlarni Allah Taala ya tövbesiz, hatta ba'zida insonning ya tövbesi bilan ya tövbe qilmasini kechirib o'tadi. Gap yo'q. Innallohu yaghfiru zunubi jami'a deydi. Allah Taala bütün gunohlarni kechirdi dedi. Kechirib o'tadi. Uni kechirib o'tadi. Ammo sayyiat degani, sayyiat degan yomonlik, qilmishlar, boshqalar qilgan qilmishimiz, biron mahluqotga qilgan qilmishimiz, insonlar qilgan qilmishimiz, ma qilmishlarni, hatto tabiatga qilgan qilmishimiz, mushu qilmishlarni shu bandilar kechirmagicha Allah Taala buni kechirmaydi. Shunga buni sayyiat, yomonlik deymiz. Shunga Qur'on Karimda bizga o'rgatgan duoda Robbana firlana zunubana ve keffir anna seyyiatina deb duo qilamizda. Qanday desa Robbana firlana zunubana. Ey Allah gunohlarimizni mag'firat qilgin. Mag'firat degan, mig'far degan gap bu askarlarga kona Salahiddin Ayyubining filmlarida, Ertuğrul'ning filmlarida ko'rgansiz beshig'i nima kiyib oldi ya? Beshig'i bunda o'ziga tumir kiyim kiyish bilan birga beshig'i bir qalpoqda tumir kiyim kiyib oldi. Shuning aytini mig'far deydi. O haliqa nimadan o'limdan saqlaydigan narsa. O kallas Usmonov o'lmaydi ya qilich bilan. Saqlash shu mig'fardan chiqqan so'z mig'fara degan Allah Taala'nın azabını saqlash degan gap. Gunohni yuvib etish orqali, bandining qilgan gunohini yuvib etish orqali Allah Taala azobdan saqlaydi, uning o'rniga savobni beradi. Bunda degan gap. Amma seyyiat deganga ve keffir anna seyyiatina deydi. Keffir degan nima desa, kafara degan asli kafir degan, haqiqatni yushirgan degan gap. Dixonni lug'at ma'nosida dixonni kafir deydi. Nimishqa dixon yaga urug'ni terib, urug'ni yo'gaydi yaga. Lug'at ma'nosida. Ama istilah ma'nosida kafir degan Allohning diniga inkor qilgan, Qur'onni inkor qilgan, Rasulullohni inkor qilgan kafir deymizmi? Shu kafir deganga yo'gigin degan gap. Yomonliklarimizni yo'gigin degan gap. Yomonliklarni yo'gaydi ammo yo'qolib ketmaydi. Nimishqa bu yo'qolib ketmaydi desa, masalan men sizga qilgan nima? Masalan men bu Abdulazizga men bir yomonlik qilgan bo'lsam, Abdulazizningki haqqini yeb olgan bo'lsam, yo Abdulazizning obro'yini to'kkan bo'lsam, yo Abdulazizga bakkan ziyonlik uchratgan bo'lsam, iqtisodiy yo ma'naviy ziyon uchratgan bo'lsam, buni Abdulaziz kechirmaguncha Alloh taolo kechirmaydi. Ammo Alloh taolo bu duo qilib, shu gunohimni yo'gin deb duo qilib, kaffir anna sayyiatina deb duo qilishimiz, gunohimni yo'gib, xalqning oldida meni rasvo qilmagan, mana kazzobgan kishining haqqini yeyoladigan, askigan deb budoq qilib, obro'yim tushib ketmaslik uchun mening gunohimni yo'gin deb duo qilamiz oyada. Uchagin degan gap yo'q u yerda. Zaten Allah uni uchamaydi. Abdulaziz uchamaguncha Allah uchamaydi ani. Mana farqini bilib olishimiz kerak. Shunga biz Alloh taologa qarshi ishlangan gunohlarimizda, Alloh taoloning haqqiga qarshi ishlangan gunohlarimizda Robbana firlana zunubana deymiz. Gunohlarimizni mag'firat qilgin, mag'firat uchrab yo'q qilib etgin deymiz. Va kaffir anna sayyiatina, bizning kishilar qilgan yomonliklarimizni yo'gigin deymiz. Yo'gigin, chunki uchratmaydi uni. Yo'gigin rasvo qilmagin deydi. Shu Xudoyim agar rasvo qilsa, oyda chatoq bo'ldayna. Bir gunohi bilan kichik bir gunohi bilan o'tirga chiqib qolsa, kishi rasvo bo'ldi, olam ma'lum bo'lib ketdi, u haqning nimasi tushib ketdi. Shunga masalan Yevropa davlatlarida masalan bir odamningki bunda yolg'on guvohlik bergan yoki yolg'on aytgan, yo aldamchilik qilgan, yoki o'g'irlik qilgan birorta gunohi bo'lsa, uni buniki ma'nomizga sijil deymiz ya, bizning ma'nomizki nima dema davlatda har qanday odamning sijili bor ya, sijilga yozilgan qanday bir yerda bu odamning sijili shunday ko'rganda hamma o'g'irlik qilgan ekan, ma kazzobkan, yolg'on guvohlik berib ekan, ma yolg'on aytib ekan, kimni aldab ekan, av chiqqan degan ish qilmaydi bu yerda, lekin muomala qilmaydi, yaxshi muomala qilmaydi, u peshonasidan ketmaydi u boshada. Ammo biz musulmonlar bak kechirimchan bo'lganligimiz uchun bu yil bizga askil qilganni keldigan yil unutib qolamiz. Bu yil bizni bir do'konchi bizni aldidi, kiloni kam berganini bildik. Yoki pul azon narsani qimmat sotib qilganini bildik.
Yani bir qancha aydan keyin bu kazzab do'konchi deb qolib turib, bir qancha aydan keyin ya aldirash ishimiz bo'lib qoldi, yoki boshqa bir yana bir qatim olay deb yana olmasa. Shundami? Boshqalar qilmaydi uni. Boshqalar shunda uchrab tashlaydi uni. Bu tugashdi bu odam deydi. Ammo biz uni unutib qolmaymiz. Ayni biz kechirimchan, musulmonlar kechirimchan bo'lganligimiz uchun bugun bizga askil qilganni bir yildan unutib qolamiz. Ammo bu yerda kechirtgan narsa nima, kechirmayotgan narsa nima ma'lum bilib olishimiz. Kechirtgan narsa nima? Birisi bila bilmay bizga aziyat yetkazib qoldi. Bila bilmay yoki bizni ya tilladi. Yoki ishqil bizga bir ziyon yetkazdi. Buni kechiramiz. Ammo haqqimizni oldi. Yoki bizningki qonunlik yo'limizni to'sib oldi. Yoki bizning obro'yimizni tushyapti. U chog'da biz oxirgacha mujodala qilamiz, kechirim yo'q buningda. Kechirmaymiz uni. Bikim haqqimizni olgan bo'lsa, balki kechiraymi Xudoy menga bir afi qilyaptim demaymiz uni. Uni haqqimizni olamiz. Ma deganimiz kechirtqinimiz, halqa u nimadanki Abu Zar radhiyallohu anhuning og'zini tikatganda nima qarg'utuning balasi deganga o'xshash aziyat berganga o'xshash, yoki yo'llarda yo'l talishib bizga ziyon yetkazganga o'xshash, yoki bilib bilmay ish qilib balki bir nimasini qaytirib ag'ilib bo'lmaydigan halqa bir ishlab olganda ko'nglimizni kir qildi, ko'nglimizni qoldi. Ammo uni ko'nglidan chiqarib kechirib aytgan. Ammo haq huquq masalasiga kelganda pulingni oldimi? Obro'yingni tushirdimi? Sening qonunlik haqqingni to'sib oldimi? Uni oxirgacha mujodala qilsa kechirmaysan uni. Uni kechirmaymiz endi. Ma ikkisining farqi shu. Shuni bilib olishing kerakki, shunga bu gunoh bilan qilmishning farqi. Gunoh degan nima? Alloh taoloninki haqqiga qarshi qilgan qilmishimiz bu gunoh. Bununla Allah Teala'ga tövbe kılsak, Allah Teala %100 çukum keçirdi onu. Şirktin başkasını. Şirk kimi tövbe kılsak keçirdi yine. Ama seyyiatı gelgende Allah Teala'nın şu an hiç kim bu seyyiatını Allahümme gafirlana seyyiatına da dua kılmaz. Kur'an'da anda da öğretmeylik bizge. Seyyiatını keffir anna seyyiatına da öğretti bizge. Yögigin. Halkının aldığı resva buluştun yögigin Allah'a da dua qilamiz. Mushum naydi muhim gap. Agar Alloh taolo bizni rasvo qilishni xolasa, kichikgina bir gunohimiz bilan rasvo qilyaptiki, biz shu olamda faqat yo'qolib ketamiz. Hatto kasallab ketamiz. Kichikgina bir gunohimiz bilan. Alloh shunda shafqatliki, shunda gunohlarimiz jiqki, shunda kamchiliklarimiz jiq, gunohlarimiz jiq, boshqalar haqida o'ylagan yomon gunohlarimiz, yomon guval, haliqi yomon gumonlarimiz, yomon xiyollarimiz, yomon planlarimiz deyli. İşte bizning gunohlarimiz shunda jiq, lekin Alloh taolo bizni yo'gab turdi. Yo'gaydi. Ammo bir kun ochidiki, u ochsa bek çatak olacak, üzümünü kuyduğuna yatapamay kalın. Şuna biz daim başkalarının mı kandak günahını yapamaz, başkalarının Allah bilen bendinin arasındaki günahını yapamaz. Ma adam harak içken olsa, üzünün arasındaki iş o. Allah bilen bendinin arasındaki ziyan üzgü oldu, başka ziyan olmaydı onun Allah'ına. Ama bir adam bir kimden hakkını evagan olsa, bir kimden aldığan olsa, bir kimden kanun hakkını to'sib olgan bo'lsa, mayli bizning olsun ya boshqasini bo'lsin, unga mujodala qilamiz, ani elish uchun uni pash qilamiz. Mesela bir adam aldamchi, ma'u yolg'onchi, ma'u kazzab, ma'u saxtipaz, ma'u yolg'on aytadi. Xalqi binasini nimasidan qimmat sotadi, yoki aldab sotadi, yoki Xitoyniki markasini kelib Turkiyaniki deb sotadi. Deb buni deyish kerak, buni e'lon qilish kerak, buni xalqim bildirish kerak. Nimishqa buni ikki tarafning foydasi bor. Biri az zulmga, haqsizlikka qarshi turgan bo'lamiz, biri boshqalarning aldinib, aldam xalqqa tushib ketmasligini boshqalarni saqlab qolamiz. Ikkidan foydasi bor. Ammo Alloh taolaning haqqiga qarshi ishlangan bir gunohini bir namoz o'qimaydi bu odam. Harak içidi, ya qimir o'ynaydi, yoki ish qilib farzini qilmaydi, harom ishni qildi bunda bo'lsa, bu odamni biz hidoyat tilaymiz, uni yapamiz. Rasvo qilmaymiz. Rasvo qilish bizning haqqimiz emas. Chunki Allohning haqqi bu. Kechirsa odamni bir tövbe bilan tövbe qildirib akitidi. Xolisa Alloh o'zi rasvo qilsa, rasvo qildi, bo'lmasa Alloh taolo unda qilmay kechirdi uni. Alloh bandalardan şu bek rehim şefkatli neçe milyon hassa rehim şefkatli bo'lganligi uchun Alloh taolo bandlarni anda o'zining haqqi bo'lgan ishlarni kechiryotdi. Ammo Alloh taolo shunda rehim şefkatli turib boshqa birisining haqqini kechirib bermaydi. Masalan, men bikimning haqqini, masalan, Abdulazizning haqqini men elib olgan bo'lsam,
ben hakkını ev algan bolsam, ben onun hakkını ben vermey tursam, başka birisi kelip, Abdullah kelip, ben keçirattam, Abdullah'ın hakkını ben keçirattam dese, kamlaşmaydı ki o. Nima o hakkın ilgisi keçiriş gerek o. Şuna, o sadır kılgan günah sadır kılgan kişininki hak ayetki hakkının ilgisi Allah Teala'dı. Allah onu halisi keçiriyordu. Ama seyyiat, ma kılmışninki kılmış. Hakkını evagan, eskil kılgan, kanunluk yolunu tutuvagan, abroyunu düşüvatgan, bundağınınki ilgisi insan boğalıqına insan anın ilgisi. Ben keçiriyottım boldu dese, boldu keçiriyotti. Eğer keçiriyottmasa o hak kep kaldı, üstüde kep kaldı. Aş keçirmek için kep kaldı. Endi Allah Teala'nın tileydiğini bu şu ahvalda keffir anna seyyiatina bizning şu yamanlıklarını yögigin. Yöge bizni rasva kılmaydı. Kalan işini Allah Teala üzüp bildi. Ya azaplaydı ya ki Ayşe bendinin hakkını anık etip bir demdi. Aşında kaldı. Ma'nın farkını bilvelişimiz gerek.